Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, matematikani mustaqil o'rganayotgan abituriyentlar. Bugun 3-video darsimiz mavzu sonlarni o'nli sanoq sistemasidan boshqa 2lik, 4lik, 6lik va 8lik sanoq sistemasiga o'tkazish bo'yicha misollar yechish. Birinchi misol 132 sonini 2lik, 6lik, 8lik sanoq sistemasiga o'tkazing. Yechish. Ushbu topshiriqni bajarish uchun o'nli sanoq sistemasidan boshqa sanoq sistemasiga o'tish qoidasidan foydalanib quyidagicha yozamiz. Mana 132 soni 2lik sanoq sistemasiga o'tkazish uchun 132 sonini 2 ga bo'lamiz. 132 sonini 2 ga bo'lganimizda 66 tadan tegadi. 2 ta 66 132, 132 dan 132 ni ayiramiz. Qoldiq 0. Mana 66 ni endi yana 2 ga bo'lamiz. 66 ni 2 ga bo'lganimizda 33 tadan. 2 ta 33 66, 66 dan 66 ni ayiramiz. 0 qoladi. Endi 32 ni yana 2 ga bo'lamiz. 32 ni 2 ga bo'lganda 16 tadan tegadi. 2 ta 16 32, 33 dan 32 ni ayirsak 1 qoladi. Endi o'sha 16 ni 2 ga bo'lamiz. 16 ni 2 ga bo'lganimizda 8 tadan 2 ta 8 16, 16 dan 16 ni ayirsak qoldiq 0. Hop, 8 ni 2 ga bo'lamiz. 8 ni 2 ga bo'lganimizda 4 tadan 2 kara 4 8, 8 dan 8 ni ayirsak qoldiq 4. 4 ni 2 ga bo'lamiz. 4 ni 2 ga bo'lganimizda 2 tadan tegadi. 2 kara 2 4, 4 dan 4 ni ayiramiz qoldiq 0. Endi o'sha 2 ni 2 ga bo'lamiz. 2 ni 2 ga bo'lganimizda 1 tadan tegadi. 1 kara 2 2, qoldiq 0. Endi buni 2lik sanoq sistemasida yozish uchun mana buni teskaridan strelka bo'yicha raqamlarni yozib chiqamiz. 1 4 ta 0, 1 2 ta 0. 1 4 ta 0, 1 2 ta 0. Mana 2lik sanoq sistemasida ifodalandi. Endi 132 sonini 4lik sanoq sistemasida ifodalaymiz. 132 ni 4 ga bo'lamiz. 132 ni 4 ga bo'lsak 33 tadan. 4 ta 33 132. Qoldiq 0. Hop, endi 33 ni 4 ga bo'lamiz. 33 ni 4 ga bo'lganimizda 8 tadan 4 kara 8 32, 33 dan 32 ni ayirsak qoldiq 1. Hop, endi 8 ni 4 ga bo'lamiz. 2 tadan 4 ga bo'lamiz. 2 tadan 2 kara 4 8, qoldiq 0. Hop, ana 2 endi 4 ga yetmaydi. Shuning uchun biz amallar bajarishni bo'lishni to'xtatamiz. Strelka bo'yicha o'qiymiz. 2 0 1 0. 2 0 1 0. Bu 4lik sanoq sistemasida. Endi 132 ni 6lik sanoq sistemasida ifodalaymiz. 132 ni 6 ga bo'lamiz. 132 ni 6 ga bo'lamiz. 132 ni 6 ga bo'lsak 22 tadan. 2 ta 22, 132. 0 qoladi. 22 ni 6 ga bo'lamiz. 3 tadan 3 kara 6 18. Ayiramiz qoldiq 4. Hop, 3 endi 6 dan kichkina bo'lganligi uchun bo'lishni to'xtatamiz. Strelka bo'yicha o'qiymiz. 3 4 0. 6lik sanoq sistemasida. 3 4 0. 6lik sanoq sistemasida. 132 ni 8lik sanoq sistemasida ifodalaymiz. Buning uchun 132 ni 8 ga bo'lamiz. 132 ni 8 ga bo'lsak 16 tadan.
6 kere 8 48, 6 12 128. Ayırganımızda kaldık 4. 16'nı 8'e bölemiz. 2'den 2 kere 8 16 kaldık 0. Ana 2 8'den küçük bo'lganligi uchun bölüşni to'xtatamiz. 2 0 4 strelka bo'yicha yozib chiqamiz. Ana demak 132 soni 2 0 4 8lik sanaq sistemasida. Demak 10'li sanaq sistemasidagi 132 sonini 2'lik sanaq sistemasiga o'tkazilganda 1 4 ta 0 1 2 ta 0 2'lik sanaq sistemasida 132 ni 4'lik sanaq sistemasiga o'tkazganimizda 2 0 1 0 4'lik sanaq sistemada 132 ni 6'lik sanaq sistemasiga o'tkazganimizda 3 4 0 6'lik sanaq sistemasida 132 ni 8'lik sanaq sistemasiga o'tkazganimizda 2 0 4 8'lik sanaq sistemasida. Ana shunday natijaga erishdik. Ana bu demak 132 sonini 2'lik, 4'lik, 6'lik va 8'lik sanaq sistemasida yozing degan topshiriqning bajarilish tartibi.